1% qoidasi haqida eshitganmisiz? Biz ko'pincha tezroq natijaga erishishga harakat qilamiz. Masalan, 1 oyda ingliz tili o'rganish yoki 1 oyda 10 kilo vazn tashlash yoki qanaqadir muvaffaqiyatga juda qisqa muddatda erishish. Ammo fan shuni ko'rsatadiki, inson miyasi keskin o'zgarishlarni qabul qilmaydi. Eng samarali yondashuv kichik, muntazam qadamlardir. Mana shuni biz 1% qoidasi deb atashimiz mumkin. Bu qoida nimaga asoslangan? Bu qoida shundayki, agar siz har kuni 1% dan yaxshilanib borsangiz, 1 yildan keyin siz o'zingizning 37 baravar yaxshiroq versiyangizga erishishingiz mumkin. Bu matematik metafora, lekin uning tagida haqiqiy psixologik mexanizm yotadi. Inson miyasi takrorlanuvchi mayda harakatlarni avtomatiklashtiradi. Shuning uchun kichik o'zgarishlar miya tomonidan xavfsiz deb qabul qilinadi, stress uyg'otmaydi va asta-sekin mustahkam odatga aylanadi. Katta o'zgarishlar esa aksincha kortizolni oshiradi, tashvish uyg'otadi va tezda charchatadi. Nega odamlar katta o'zgarishlardan ko'ra 1% qoidasi orqali tezroq muvaffaqiyatga erishadilar? Sababi shundaki, bizning miyamiz motivatsiya emas, inersiya bilan ishlaydi. Motivatsiya esa vaqtinchalik, ammo kichik, qayta-qayta bajariladigan harakatlar miyani muqarrar ravishda o'zgartiradi. 1% qoidasi bizga yana nimalarni o'rgatadi? Mukammallik emas, barqarorlik eng kuchli strategiya ekanini. Katta o'zgarishlar birdan yorqin ko'rinadi, lekin tez so'nadi. 1% esa sekin, lekin ishonchli tarzda sizni yangi hayotga olib boradi. Demak, kichik qadamlar bilan hayotimizni yorqin qilishga harakat qilishimiz lozim ekan.